Meni kechir. Sen noto'g'ri sinab qo'ydim. To'g'risini aytsam, seni yo'qotib qo'yishdan juda ham qo'rqdim. Seni yaxshi ko'raman. Demoqchi edim. Nima bu? Yaxshimisan? Menga qara, sen uylanaman deb yuruvding. Kafe to'lkalar bilan yurgan ekansan-ku. Bo'ladigan gap qilgan. Bu safar aldab bora olmaysan. Rasmlarga ham olganman. Mana. Mana shu rasmni menga Telegramdan tasha. Hop. Yo'q, qarang, bu siz o'ylagan narsa emas. Ochani o'zingni. Yolg'onchi bu ishlarsa yo'q. Sen yolg'onchisan bu yerda. Sen yolg'onchisan bu yerda, tushunsanmi? Aldamayapman, siz aldagansiz. Ochani olmasanga. Tanimadim. Assalomu alaykum. Nafratlanaman sendan. O'ldir meni. Ya sen o'sha eshigingni tagida meni tanimayman degan kuni o'ldirib bo'lgansan. Ya Ozod to'xta. Ozod o'ldir. Hop. Yaxshi ko'rsam nima qilay? Yana qancha harakat qilish mumkin? O, isqat! Isqardi bola. Yo, sen o'zi bilasanmi kimga erga tegayotganingni? Nima qilding? Nerasimga oldirtirding? Yo'q, sen o'zi mendan birog'i so'radingmi, sevganing bormi deb? Kimsan o'zi? Qayerdan kelding hayotimga?